100 darajali o'rmon ajdarhosi. Nega bu o'rmonda? Momaqaldiroq, yomg'ir yog'adimi? Hajmi va rangi yaxshi ko'rinadi. To'g'ri, o'qitni almashtirganim uchun bo'lsa kerak. Yig'im vaqti ham yaqinlashib qoldi. New.Life.uz taqdim etadi. Fermada qandaydir tarzda kuchayib ketganim haqida. Xo'p, tugatdim. Tuproqni aylantirish yakunlandi. Daraja ko'tarildi. Ajoyib. Tezda. Qara, men barcha dehqonchilik ko'nikmalarini 10-darajagacha ko'tardim. Zo'r-ku. Sen baliq tutish mahoratini 10-darajagacha ko'targanding. Ha, sababi senga yordam berishni istagandim. Hech qisi yo'q. Men baliqchiman, lekin seni darajang menikidan baland. Bu xato. Esimda, o'sha paytda mendan ko'proq baliq ovlaganding. Hammasi 10-darajali sen mashhur fermer bo'lsang kerak. Balki menda o'sish barakasi bordir. Ha, senga hasad qilyapman. Fermerlik ko'nikmalarini birlashtirish? Men buni sinab ko'raman. Tabiatni sevuvchiga aylanish va dunyoning iltifotiga sazovor bo'lish? Bu qanday ma'noni bildiradi? Qo'y, hujum ko'nikmanga qara. Bu 70.612 ballni ko'rsatmoqda. Bu juda ko'p-ku. Sen haqsan. Eng muhimi, men bularni bozorga yetkazib berishim kerak. Muhimi? Yomg'ir yog'adiganga o'xshamaydi. Bu juda yaxshi. Ejderho? Jin ursin, u bizadan kuchli. Orqaga chekining. Yana kuch to'plab oling. Men uni bir soniyaga chalg'itishim kerak. Yuqori tezlikda kesish sabzavot versiyasi. Bu nima edi? Hozir nima bo'ldi? Bu ishlaganiga ishona olmayman.
To'g'ri, mening hujumim kuchayganga o'xshaydi. Hatto men qo'rqib ketdim. Vagon izlari. Bu kim edi? Kengisi. Men Al Ueynman. Sils qishlog'idan kelgan fermerman. Men sabzavot yetkazib berish uchun keldim. Bu meni hujjatim. Sizga ruxsat berilgan qirollik poytaxti Medisga xush kelibsiz. Mani qo'yvoring. Mani qo'yvoring dedim. Juda shovqinli, og'zingni yop. To'xta. Uni tashla. Yo'limdan qoch. Bolakay, agar azob chekishni istamasang, ayolni qo'yib yubor. Ahmoq. Qimirlama. Idrok qilish kuchi ancha qulay ekan. Mani saqlab qolganingiz uchun rahmat. Men yugurishim kerak, kechga qolman. To'xtang, menga ismingizni aytib keting. Bu haqida xavotirlanma. Ha, bu hammasi juda yaxshi ekan. Siz bilan yana ishlashga umid qilaman. Albatta. Qaytganimda dalani sug'orishim kerak. To'xta. Ha, poytaxtni tark etish uchun ruxsatnomani ko'rsatishim kerakmi? Xo'sh. Yo'q, siz bilan uchrashishni men xohlagandim. O, sen haligi qizsan. Men Megis poytaxtining birinchi malikasiman. Baylis Megis. Siz bilan tanishganimdan xursandman. Malika? Menga o'xshagan oddiy dehqon nima ham qila olardi? Hech qanaqa unvonlarsiz oddiy gapiravering. Bu qirollik buyrug'i. Xo'sh, sizning ismingiz nima? Xo'sh, men Olweynman. Olkun, men sizdan bir narsada ko'mak so'ramoqchiman. Qirollik oilasiga xizmat qilishga tayyormisiz? Nima? Albatta yo'q. Haqiqatdan rad etmoqchi edim, lekin rad etsam boshimni kesib tashlashadi. Nima qilishim kerak? Alkun? Men juda faxrlanaman bunaqa jozibali taklif olganim bilan, biroq menga oddiy dehqon uchun bu juda katta mas'uliyat talab qiladi. Shuning uchun iltimos kamtarlik bilan rad etishimga ruxsat bering. To'xtang. Bu menga qiziq emas, men faqat butun umr dalada ishlash xohlayman. Yaxshi, agar siz Shohsaroyga kelsangiz, men sizga 33,000 kvadrat metr maydon sovg'a qilaman. 33,000 kvadrat metr? Lekin nega bunchalik menga qattiq e'tibor qaratyapsiz? Chunki siz hozir osonlik bilan yengan erkakning o'rtacha holati 500 ball edi. Umumiy o'rtacha holat qancha unda? Ha, oddiy odamlarga 50 balldan. Sarguzashtchilarga atigi 130 ball, ritsar yoki kapitan bo'lsa 600 ballga yetishi mumkin. Afsonaviy qahramon esa 1000 ball oladi. Sizniki qancha, Alkun? Men unga aniq ko'rsata olmayman. Vazifa qanday o'tdi? Xo'sh, o'rmon ajdarhosi mag'lub bo'ldi. Lekin biz tomondan emas. Kimdir sirli va kuchli qurol bilan ajdarni portlatib yubordi. Portlatib? Biz ham buni kim qilganini bilmoqchi edik, lekin arava izlarini topdik. Odam esa ketgandi. Kuchli aravada va allaqachon ketgandi. Alkun. Zot oliylari, e'tiborsizligimiz uchun kechirasiz. Hammasi yaxshi, bu sizlarni aybinglar emas. Men taslim bo'lmayman. Shunchaki uchrashishimizga kut, Alkun. Zot oliylari, iltimos zudlik bilan qirol saroyiga qayting. Bu juda yaqin bo'ldi. Qirol saroyida ishlash bu bema'nilik.
Nima yirtqich hayvonlarning katta to'dalari Megisga yaqinlashmoqda? Ha, bu xabarga ko'ra orklar, ejderholar, golemlar va piksellar bu turli irqlar va bu yerga yaqinlashmoqda. Go'yo ular nazorat qilayotgandek. Guvoh so'zlarga ko'ra bu do'zax zonasi ikkinchi kelish kabi. Do'zax zonasi yana jahannam boshqa nima? Yana bir bor yirtqich hayvonlar. Bo'lishi mumkin emas. Makbet iblislar qiroli jangda qahramon tomonidan o'ldirildi. Va buni oldini olish uchun jinlar bilan tinchlik shartnomasi tuzildi-ku. Va endi nega? Shartnoma tuzildi degani barcha jinlar buni qabul qildilar degani emas-ku. Ofitser Sesil. Menimcha bu bizdan nafratlanadigan jinlar qasosi. Iblislar qirolini mag'lub qilganimiz uchun bo'lsa kerak. Bu safar yetakchi mahrum iblislar qirolining jangovar bo'limi birinchi armiya qo'mondoni Romeo Vendit bo'lsa kerak. Nima, u emasmidi bizga tinchlik shartnomasini olib kelgan? Shuning uchun u biz bilan tinchlik muzokaralarini olib bordi. U boshidanoq niyat qilgan edik, qirollarimizni tushirganimizda bizga hujum qilish bo'lgan. Ejderhoning hujumi va malikaning o'g'irlanishi shunchaki chalg'itadigan narsalar edi. Baxtga qarshi ikkalasi ham amalga oshmadi. Demak, ular umidsizlikdan harakat qilmoqdalar. Shuningdek, dushmanlar iblis qirolini mag'lub etgan kishi vafot etganini payqashgan bo'lsa kerak. Endi yo'qotishga vaqt qolmadi. Janob oliylari, hozir qasrni tark etishingiz kerak. Qanday qilib shoh o'z xalqini tashlab ketishi mumkin? Men shu yerda qolishim kerak. Men tinchlik shartnomasini tuzganman. Men javobgar bo'laman. Ota. Yo'q, siz ularga ishondingiz. Iblis qiroli mag'lub bo'lgandan keyin siz hamma jinlarni o'ldirmadingiz, lekin ularga xayrixohlik bilan munosabatda bo'ldingiz. Men buni qadrlayman. Bu xayrixohlik ruhi rahbarda bo'lishi kerak. Shunday ekan, umid qilamanki, siz omon qolasiz. Sesil. Aynan siz bizning qirolimizsiz. Shuning uchun biz sizni kuzatib boramiz. G'amxo'r podshohni yo'qotish xalq uchun katta yo'qotish bo'ladi. Mamlakat va xalq biz tomonidan qo'riqlanadi. Janob oliylar, iltimos, bu yerdan keting. Siz tirik qaytishingiz kerak. Qanday uzoq kun. Men juda ko'p kuch sarfladim shekilli. Yaxshi, buni ertaga tuzataman. Hoy, al, shu yerdamisan? Eshikka nima bo'ldi? Eshikning tutqichi g'oyib bo'libdi. Eshikni och. Nima bo'ldi tezda? Men juda charchadim. Hozir buni vaqti emas. Nima? Qishloq yonidan ko'plab yirtqich hayvonlar o'tmoqda. Biz yugurishimiz kerak. Narsalaringni tezroq yig'h. Nimalar sodir bo'lyapti? To'xtachi. Ertaga yig'ishim kerak bo'lgan yig'lar. Endi bu narsalar haqida qayg'urish vaqti keldimi? Uzr, lekin oldin sizlar ketaveringlar. Har qanday qishloq tashqarisidagi g'orda ko'rishamiz. Qishloq aholisi va men o'sha yerda bo'lamiz. Ajoyib, bular hali buzilmabdi. Qishloqqa va sabzavotlarga qaramay, ular qayerga ketishyapti? Poytaxtgamikan? Yo'q, nima qila olaman? Men shunchaki dehqonman. Bu ritsarlar tomonidan hal qilinishi kerak. Bu meni ishim emas. Qirollik poytaxt xarobaga aylandi. Sabzavotlar kerak emas. Yo'q, buni men uchun juda ko'p aloqasi bor. Janurson, nima qilsam ekan? Sesil, bu to'g'ri yo'l ekanligiga ishonchingiz komilmi? Keling, orqaga qaytaylik. Men sehrim bilan yo'lni qidiraman. Qayerga ketyapmiz, Sesil? Yo'q, bu manzil. Nima? Sesil sama nega? Siz g'oyib bo'ldingizmi? Ota. Men qilsam nima bo'ladi?
Tushunmayapsizmi? Sizlar juda achinarlisizlar. Men bu imkoniyatni kutgandim. Cecil Sama. Ahmoq. Bu yerda Cecil ismli odam yo'q. Boshidan oq. Sen Romeo Vendetta. O'lib ket, maxluq. Men seni bu ko'rinish bilan ko'pdan beri uchratmadim. Zot oliylari. Ota. Hammasi yolg'onmidi? Yo'q, men harbiy ofitser bo'lib qattiq mehnat qildim. Men iblis qiroliga o'xshab mamlakatni vayron qilmayman. Axir mamlakat juda foydali bo'lishi mumkin. Masalan, mamlakatni boshqaradigan qirol sifatida namoyon bo'lish. Shu tarzda maxluqlar Megis qirollik poytaxtini egallaydi. Odamlar buni hatto sezmaydi. Bu mamlakatni vayron qilishdan yoqimli emasmi? Bu haqida qolganini menga qo'yib ber. Jahannamga ravona bo'l. Qo'riqchi qalqon. Ota. Sizga yordam beraman. Himoya qalqoni. Fol. Sizlar juda qobiliyatlisizlar lekin Bu qanday kuchli? aytgancha o'rmon ajdarhosi nega o'ldi va siz nega o'g'illanmadingiz shuni bilasizmi? Mani rejam kamdan kam hollarda barbod bo'ladi, bilasizmi shuni? Bilsangiz yeting menga zot oliylari. Senga gapirgani gapim yo'q. Ota. Ota. Hoy, sehrli qalqon g'oyib bo'ldi, oliy hazratlari. Agar shunchalik zaifligingizni bilganimda bu yerga yolg'iz kelgan bo'lardim. Zerikarli. O'yin tugadi. Qorong'ulik. Sirli san'at yer osti qazilmasi. Chuqur shutgurlash. Alkun. Salom. Kimsan? Man dehqonman. Dehqon. Qanday qilib dehqon meni harakatimni cheklab qo'yishi mumkin? Ha, bu chuqur shutgorlash deb ataladi. Bu tuproqni almashtirish texnikasi chuqurroq qatlamda amalga oshirilganda foydalaniladi. Xuddi shu tuproqdan foydalanish oziqlanish mikroblarni kamaytiradi. Xo'sh, siz shunchaki chuqur haydashingiz kerak. Chuqur ildizli sabzavotlar uchun. To'g'ri, bu sabzavot turiga ham bog'liq, lekin chuqurligi asosan 30 cm ga teng. Men sendan bularni so'ramadim. O'lib ket. Juda yaqin. Nima? Hoy, men hayratdaman. Sen meni rejalarimni buzgan odamsan, to'g'rimi? Agar bu sen bo'lsang, sen bilan uchrashganimdan xursandman.
man hozir sen bilan shunchaki o'ynagan edim ahmoq. Bu meni haqiqiy ko'rinishim. Bunga ko'ra sen haqiqatdan ham meni inga olaman deb o'ylaganmiding? Seni ezib tashlayman. Uni statuslari. Yo'q, 78-bosqichda. Uni statuslari juda xavfli. Qoching, Alkon. Juda kech. Sen meni bor kuchimni ishlatishga majbur qilding. Alkon. O'lib ket. Janob Romeo, uni faqat bitta zarbada o'ldirdi. Xo'sh, qolganlarga kelsak. Nima? Alkon, bizni saqlab qolganingiz uchun katta rahmat. Romeo mag'lub bo'lganidan keyin maxluqlar ham chekindi. Sizga katta rahmat. Va hozir biz xavfsizmiz. Sizga qanday rahmat aytishni ham bilmayman. Arzimaydi. Men shunchaki sabzavotlarim zararlanishini xohlamagandim va ularni sotadigan joy ham. Aytgancha Aldono, sizga bitta taklifim bor. Bu yaxshi emas menimcha. Men ketishim kerak, qishloqda ishlarim bor. To'xta, vatanga xizmat qilishga tayyormisan? Buni bilgandim. Yo'q, men shunchaki dehqonman. Seni yo'qotish 100 kishini yo'qotgan bilan barobar. Faxriy qo'mondon, xohlasang boshqa unvonlar ham bor. Bu ishlamaydi ota, Alkon bunaqa narsalarga qiziqmaydi, to'g'rimi? Ha, kechirasiz. Men butun umr dehqon bo'lishni xohlayman. Men tushunaman. Va sizga taklif berib turaman. Siz hali taslim bo'lmadingiz. Biroq bu safar sizga minnatdorchilik bildirishim kerak. 33 kvadrat metr joyi. O'zdanmi? Ha, lekin buni evaziga siz gildiyaga ro'yxatda o'tasiz. Gildiya? Ha, bizni qo'shnilarimiz va biz hali ham xavf ostidamiz maxluqlardan. To'liq qutulganimiz yo'q. Umid qilamanki bizga yordam berib turasiz. Albatta, menga qishloq xo'jaligi yerlarini bergan ekansiz. Men ham yordam berishim kerak. Bu kelishuv, umid qilamanki biz kelishib ketamiz. Alvin. Shunday qilib men dalalarda ishlay boshladim va qirollik poytaxtida yirtqich hayvonlarga qarshi kurashdim ham. Qishloq xo'jaligi hayoti hali ham mendan uzoqdek tuyulmoqda. Bu joy bo'sh emasmi? Unreal Life.uz uchun ichiga Kurosaki tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan